Nasırdan, kitabını koyğına birden oynayalım. Ma'qul. Choyim. Qarab turinglar, ha? Nasib naqamda qol. Yana qaytarkansan. Podshoh. Podshohning yonidagi kim u? Eliqi Bag'dod elchisi bo'lsa kerak. Anglasam o bir tepishmoq aytib bizni qiyin ahvolga qo'ymoqchi bo'pti. Odamni bo'lsa qilganliqi bu. Ha, ansirmanglar. Podshoh uni Nasriddin bilan ko'rishtiramiz. Hey. Ha. Sal turib yegan qizaq tushliq ish qildimi? Taqay. Nasriddin, biz keldik. Nasriddin, hünürünle Bağdat elçisi ko'rsatmamsan. Boş bola shumi? Bu kichik bola men degan narsani topa oladimi, ha? Hurmatli elchi janoblari, sizlar aytgan u goh 2 putliq, goh 4 putliq, yana ba'zida 6 putliq narsa dal sizlarning yonlarida. Nima? Qayda? Mundaq bo'lsa 6 putliq. Bo'lmaysanmi? Ha, hesap. Qarşıla, 2 putga 4 putni qo'shsak 6 put bo'ladigan-da. Shundoq emasmi? Bo'pti. Amsa 4 putliqchi, ha? Bu asan. Mana endi 4 putliq. 2 putliq 6chi, ha? Mana hozir 2 putliq bo'ldi-ku. Qandoq? Sizlar chiqoqqa bu tepishmoq o'ng'aymikan? Bir kichik bola jendada hal qilyapti. Bo'ldi. Bakla yerib ketdim. O'ylamabdiman. Bu davlatning kishilari haqiqatan farosat ekan. Rasul qoyil bo'ldi. Bu bola haqiqatan farosat ekan. Siz ata o'rdoq keling. Sizga berdigan sovg'atim bor. Nasriddin. Ata o'rdig'i bor. Elchi janoblarining qimmatli sovg'asini bir ko'rib boqmabsan, ha? Ma'qul amsa. Sovg'atlarga hech qalla. Nasriddin, ichib boqqan, ichida nima narsa bor ekan? Ochmasin. Ochmay turg'in. Avval tepishmoq aytaman. Kep boqqan. Buning ichidagi nima narsa ekan? Tepishmoq, ma'qul. Elchi janoblari, qani isla. Qutudagi bu narsa tursimi o'tiradi, ma'nosimi o'tiradi, o'tirsimi o'tiradi, yossimi o'tiradi. Bu nima bo'g'iydi? Elchi janoblari, men sizlarga bir tepishmoq aytay. Qandaq narsa turgandimi, yotgan holatda bo'ladi? Mangsimi yotadi. O'ltirsimi yotadi. Yotgandimi yotadi. Nimada qoida o'qimaydigan bo'lasan? Avval meni savolimga javob bermamsan. Javob berib bo'ldim-ku. Men degan bu narsa sizlar degan narsani yavitalaydi. Sizlarning deganlari bo'lsa, Senin degan yılan. Qolt suvjum bo'ldi, qoltiz. İntan jirgin ishlab, yılan. Bu bola haqiqatan aqlli ekan. Unaqa bo'lsa, menga yılandan birini tutib, sovg'a qilmabsan. Ma'qul. Nasriddin, cho'qim yolg'iz bor. Hech kimdan yordam so'rama. Endi qanday qilaman? Nayti yılan tutishgan qo'shiq. Yana tig'i yolg'iz berishim kerak ekan. Chataq yo'q. Cho'qim o'rindayman.
Mushkan o. Acayip korktum. Bekle ciddileşip kettim. Aram il olay. Mil olay, aram il olay. Nazırın aka? Ne boldunuz? Yılan bak gel. Nima ilandan korkansiz? Nazırın aka, korkma. Ne bileyim men. Yürüne karab bakaydı. Oğluna tezgina Nazırın aka. Bozdunuz çok. Korkma ben Siz degan yılan muşu şu mu? Nazırın aka o'ylamapti men. Siz yılanın rostini qo'rqadi ekansiz. Xata ko'rib qoptiman-da. Nazırın aka rostini da qo'rqinchoq ekansiz-yu? Men amal topdim. Nasır'dan yılanı tuta aldın mı? Shunda elchi janoblari. Yaxshiroq Yılan! elchi janoblari, yaxshiroq qarab baqsizlar. Elçi canaplari, aniq ko'rdingmi? Narsalarni inchiqlik bilan kuzatish kerak-ku bu. Nasır'dan bu yalğan yılanken bu. Nim bo'ldi? Bu yalğanken sen vazifeni on diyemezsen. O'rin degan bopsan. Bayatdan sizlar yılan deb baqirib ketdilar. Hammanglar angladi. Shundoq, men anladim. Men mi anladım? Baqirab dedi. O'zlari uni yılan deb tunadilar-yu, qandaq sigirni vazifani o'rinlayapmiding deydilar. Belli. Sen hakikaten akıllı bol ekansan. Ben yığıldım. O'tinib qalay kunlar. Yiliq kundik ishni hech kimga tinmang. Bo'lamdi, ha? Umaqsinglar, Gulnar, ha? Qandaq qilsam sir saqlashga qo'shilasiz. Ama siz Gulnarga qo'l qo'ydim deb 3 qatim illik ovozda baqiraysiz. Shunda qilsangiz albatta sir saqlayman. Bu Nima? Anglayapmidim? Anglayapmidim? Chashqan! Nasıl?